Bismillahirrohmanirrohim. Oysha roziyallohu anha onamizni qisqacha manoqiblaridan sizlarga aytib berishni maqsad qildim. Sababi bir necha kun avval bir Shia toifasiga mansub bo'lgan bir shaxs menga telefon qilib, Oysha roziyallohu anhoni haqorat qilganligi meni juda ham xafa qildi. Shuning uchun ham Oysha roziyallohu anha onamizni manoqiblaridan sizlarga aytib berishni maqsad qildim. Marhamat, tinglang. Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh aytganlar: Hajatun nasi ilal Qur'an. Odamlarning Qur'onga bo'lgan hojati yeb ichishlikka bo'lgan hojatidan ko'ra buyukroq. Oysha roziyallohu anha haqida. U kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning eng yaqin do'stlari va birinchi xalifa bo'lgan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning qizidir. Quraysh qabilasining Taym urug'idan bo'lib Makkada tug'ilganlar. Keyinchalik Madinaga hijrat qilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zavjalari va barcha mu'minlarning onasidir. Oysha roziyallohu anha buyuk faqiha, muhaddisa, ibodatga berilgan va rabboniy olimalardan edilar. Shuningdek, u zot Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga eng sevimli insonlardan biri edilar. Amr ibn As roziyallohu anhu bir kuni: "Ey Allohning rasuli, sizga odamlar orasida eng sevimlisi kim?" deb so'raganida, u zot sallallohu alayhi va sallam Oysha deb javob berganlar. Oysha roziyallohu anha islomda tug'ilganlar. O'zlari men ota-onamni islomda bo'lgan hollaridagina taniganman deganlar. U kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qizlari Fatima roziyallohu anhodan taxminan 8 yosh kichik edilar. Oysha roziyallohu anha juda ilmli, faqih va hadis rivoyatida mashhur edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eng ko'p hadis rivoyat qilgan sahobalar qatoriga kiradilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan 1000 dan ortiq hadis rivoyat qilgan mashhur 7 sahoba quyidagilardir. Birinchisi Abu Hurayra roziyallohu anhu, Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu, Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhu, Anas ibn Malik roziyallohu anhu, Oysha Siddiqa roziyallohu anha, Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu, Abu Sa'id al-Khudri roziyallohu anhu. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Xadicha bint Huvaylid roziyallohu anha vafot etganlaridan keyin Oysha roziyallohu anhoga uylanganlar. Uylanishlaridan oldin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Oysha roziyallohu anhoni tushlarida ko'rar edilar. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Oysha roziyallohu anha aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Men seni 3 kecha tushimda ko'rdim. Bir farishta seni ipak matoga o'ragan holda menga olib kelar va bu sening ayoling der edi. Men yuzini och dedim, chunki u ipak matoga o'ralgan va kimligini bilmasdim. Yuzi ochilganida sen ekaning ma'lum bo'lardi. Shunda men agar bu ish Alloh tomonidan bo'lsa, albatta Alloh amalga oshiradi der edim." Termiziy rivoyatida esa Jabroil alayhissalom Oysha roziyallohu anha suratini yashil ipak matoda keltirib, "Bu ayol sizning dunyoda ham, oxiratda ham zavjangizdir" deganlari rivoyat qilingan. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam agar bu Allohning amri bo'lsa, albatta Alloh buni ro'yobga chiqaradi deganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Oysha roziyallohu anhoga sovchi yuborish qissalari juda ajoyibdir. Uni sizlarga o'qib beraman. Bu hadisni Imom Ahmad, Tabaroniy va boshqalar, ya'ni Abu Dovud, Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilganlar. Xadicha roziyallohu anha vafot etganlaridan keyin Usmon ibn Maz'unning xotini Xavla bint Hakim Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldilariga kelib: "Ey Allohning rasuli, uylanmaysizmi?" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Kimga?" dedilar. U: "Agar xohlasangiz bokiraga, xohlasangiz bevaga" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Bokira kim, beva kim?" dedilar.
Xavla Bokira Allohning sizga eng sevimli insonlardan biri bo'lgan Abu Bakrning qizi Oysha dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam beva kim dedilar. Xavla Sauda binti Zam'a u sizga iymon keltirgan va sizga ergashgan dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam borib ular haqida gaplashib ko'ring dedilar. Shunda Xavla Abu Bakrning uyiga bordi. U yerda Oyshaning onasi Ummu Rumon bor edi. Xavla ey Ummu Rumon, Alloh sizlarga qanday yaxshilik va baraka kiritganini bilasizmi dedi. U nima ekan dedi. Xavla Rasululloh sallallohu alayhi va sallam meni Oyshaga sovchi qilib yubordilar dedi. Ummu Rumon Abu Bakr kelguncha kutib turing dedi. Abu Bakr kelgach unga ey Abu Bakr, Alloh sizlarga qanday yaxshilik va baraka kiritganini bilasizmi dedi. Abu Bakr nima ekan dedi. Xavla Rasululloh sallallohu alayhi va sallam meni Oyshaga sovchi qilib yubordilar dedi. Shunda Abu Bakr unga Oyshaga, ya'ni qizimga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uylansa bo'ladilarmi? Axir birodarini qizi-ku. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan Abu Bakr o'rtasidagi birodarchilikni nazarda tutdilar. Xavla Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga qaytib, Abu Bakrning gapini aytdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni oldiga qayt va aytgin: "Men sening islomdagi birodaringman, sen ham mening islomdagi birodarimsan. Qizing menga nikoh uchun munosib, uylansam bo'ladi" dedilar. Xavla yana bordi. Abu Bakr kutib tur dedi va chiqib ketdi. Ummu Rumon Xavlaga uning chiqib ketish sababini aytib beraymi dedi. Ya'ni Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu chiqib ketdi. Chiqib ketganligini sababini Ummu Rumon, ya'ni oilalari Xavla bint Hakimga nima sababdan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu chiqib ketganligini tushuntiryapti. Xavla ha dedi. U Mut'im ibn Adi Oyshani o'z o'g'liga so'ragan edi dedi. Qarang. Oysha roziyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sovchi bo'lishlaridan ilgari Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Mut'im ibn Adini o'g'li Jubayrga va'dalashgandi. Ya'ni beraman deb va'da berib qo'ygandi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Oyshaga meni sovchi qilib yubordilar deganda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu axir Oysha kichkina-ku demadi. Rasululloh Oyshaga uylansa bo'ladimi deb so'radi. Vaholanki Oysha onamiz u paytda 6 yosh qizaloq edi. Chunki Oysha roziyallohu anha avval boshqa kishiga so'ralgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Oysha roziyallohu anhoga birinchi bo'lib sovchi bo'lib kelmaganlar. Agar yoshlik masalasi muammo bo'lganda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu qizim yosh der edilar. Bu yerda yosh masalasi emas, balki birodarlik masalasini o'rtaga qo'ydilar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam meni qizimga, ya'ni Rasululloh bilan men aka-ukadaymiz. Meni qizim Rasulullohga mumkinmi deb so'radilar. Ya'ni hali qizim yosh-ku demadilar. Endi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Xavla bint Hakimga kutib tur dedilarda Mut'im ibn Adiga uyiga ketdilar. Chunki masalani hal qilish kerak. Chunki Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu unga Oyshani o'g'liga beraman deb va'da qilib qo'ygandi. Bu yerda nikoh bo'lmagan. Shunchaki va'da berib qo'yilgandi. Ummu Rumon shuning uchun aytayaptiki, Abu Bakr borib bu masalani hal qiladi. Abu Bakr Mut'imga va'da berib qo'ygandi. Allohga qasamki, Abu Bakr hech qachon va'dasini buzmaganlar dedi. Qarang, bu yerda ham Mut'im ibn Adi Oyshani o'g'liga so'ragan edi. Allohga qasamki, Abu Bakr hech qachon va'da berib keyin uni buzmagan. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Mut'im ibn Adining uyiga borib, Mut'imga aytdiki, bu qizim masalasini nima qilamiz? Men senga va'da berib qo'ygandim dedi. Ya'ni Mut'imni ayoli ham
Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ni kirib kelganini ko'rib, "Ey Abu Quhofani o'g'li, balki sen bizning bolamizni, ya'ni Jubayrni o'z diningga kiritib, uni ham o'zing kabi musulmon qilmoqchimisan?" dedi. Ya'ni e'tiroz bildirdiki, "Biz seni qizingni kelin qilmaymiz" deganday. Abu Bakr Mut'imga qarab, "Bu ayol nima deyapti?" dedi. Mut'im, "U aytgan gap shu" dedi. "To'g'ri" dedi. Ya'ni sen shu va'daga munosib, agar seni qizingni biz kelin qilsak, sen o'g'limizni aynitasan dedi. Ya'ni ular o'zlari birinchi nima qilyapti? Ayniyapti. Shunda Abu Bakr chiqib ketdi. Xursand bo'lib chiqib ketdi. Alloh uning qalbidagi avvalgi va'dadan qolgan narsalarni ketkazdi. Ya'ni bunga va'da berib qo'yganligi uchun qalbi siqilayotdi. So'ng havlaga aytdi. "Men uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni chaqirgin. Bemalol qizimni beraman" dedi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kelishlari mumkin dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam keldilar va Oyshaga uylandilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Oyshadan boshqa hech bir bokiraga uylanmaganlar. Qarang. Bu yerda Oysha roziyallohu anha shunchaki Jubayr ibn Mut'imga va'da qilinganda xolos. Hech qachon nikoh ham bo'lmagan, faqat shunchaki va'da bo'lgan xolos. Bu va'dani o'zlari buzdi, o'zlari norozi bo'lishdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bunga qattiq xursand bo'ldilar va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ikki qo'llab qizlarini berdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Oysha roziyallohu anhoga hijratdan bir necha oy oldin uylandilar. U zot sallallohu alayhi va sallam Madinada hijratdan keyin 3-yilda u bilan birga yashadilar. Ya'ni Oysha onamiz bilan birga yashadilar. O'sha paytda Oysha roziyallohu anha 9 yoshda edilar. Rasulullohga nikohlanish paytida 6 yosh edilar va birga yashagan muddatlarida esa 9 yosh edilar. Bu sahih hadis. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot etganlarida esa u 18 yoshda edilar. Demak, Oysha roziyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlarida 9 yil yashadilar va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan juda ko'p hadislar, pokiza va barakali ilmlarni rivoyat qildilar.